Salom aziz savdogarlar. Analitik hamjamiyat siz bilan Guru Markets. Biz korporatsiya haqida umumiy ma'lumotlardan boshlaymiz. Bir oz ko'proq biz har bir parametrni batafsil ko'rib chiqamiz. Agar kerak bo'lsa, videoni to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Ko'rib chiqilayotgan korporatsiyaning barcha parametrlarini diqqat bilan o'rganishingiz mumkin. Endi kompaniyaning asosiy ko'rsatkichlarini tahlil qilaylik. BlackRock Int Ticker bilik. Sharh 2025 yil 12 apreldagi joriy ma'lumotlar asosida yaratilgan. Tasnifiga ko'ra Guru Markets kompaniya BlackRock Int pastki toifaga kiradi. Investors baholashda 77 ta tashkilot ishtirok etadi. Bu juda vakillik. Biz videoning oxirida yakuniy yechimlarni ko'rib chiqamiz. O'rganilayotgan kompaniya uchun umumiy natija 10 balldan 5 ball. Pastki kategoriya bo'yicha o'rtacha natija 1,7 ballni tashkil qiladi. Agar siz umuman bozorga juda keng qarasangiz. Biz fond bozori uchun o'rtacha natija 1 butun sifatida 1,9 ball ekanligini ko'ramiz. 5 ball reytingga qarshi BlackRock Int. Kompaniya aksiyalari narxining harakatini solishtirish. BlackRock Int va kichik toifadagi kompaniyalar. 12 oy ichida kompaniyaning aksiyalarini ko'ramiz. BlackRock Int 12,1% dinamikani ko'rsatdi. 3,2% kichik toifadagi narxlarning o'zgarishiga qarshi. Bu albatta hech narsani anglatmaydi, lekin bu haqiqatni yodda tutish kerak. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi BlackRock Int 136,22 milliard dollarni tashkil etadi. 610 milliard dollarlik kichik toifadagi kapitallashuv bilan. BlackRock Int ulushi 22,336% ni tashkil etadi. Bu kichik toifadagi yetakchilardan biri. Kompaniyaning balans kapitallashuvi 47 milliard. 202 milliard dollarlik kichik toifadagi balans kapitallashuvi bilan. BlackRock Int ulushi 23,508% ni tashkil etadi. Bozor va balans kapitallashuvi ulushlarini taqqoslab, biz quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Baham ko'ring. BlackRock Int bozor qiymatini baholashda kichik kategoriyada 22,336% ni tashkil etadi. Balans kapitallashuvi 23,508% ni tashkil etadi. Bu bozor qiymatining ulushidan 5% ga ko'pdir. Kompaniyaning kichik toifadagi bozor va balans qiymatidagi ulushini baholash yaxshi 1 ball. Tashkilotning moliyaviy majburiyatlari 14,242 milliard. Balans kapitallashuvi bo'yicha moliyaviy majburiyatlar kapitalning 30% ni tashkil qiladi. Kompaniyaning qarz darajasiga qarab ball yaxshi 1 ball. Kompaniyaning bozor qiymatining foydasiga balansi 21,4 ga to'g'ri keladi. 29,8 kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich bilan bu kichik toifadagidan 28% ga past. Kichik toifadagi tashkilotlar bilan taqqoslaganda kompaniyaning fond bozori qiymatini uning foydasiga baholash yaxshi 1 ball. Oxirgi 12 oydagi foyda 6,369 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun forward daromadlari 7,613 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Bu hozirgi vaqtga nisbatan 19,5% ga ko'pdir. Kutilayotgan kelajakdagi foyda ko'rsatkichlarini kichik toifadagi bilan solishtirganda baholash yaxshi 5 ball. Kompaniyaning narxidan daromad balansiga 6,5. 4,7 kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkichdan 38% ga yuqori. Kompaniyaning bozor qiymati ko'rsatkichlarini uning daromadiga kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda baholash chidash mumkin -5 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 28,170 million dollarni tashkil etdi.
Kelgusi 12 oylik istiqbolli daromad taxminiy ravishda 24,950 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Bu hozirgi paytdagidan 20% ko'pdir. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda kelajakdagi daromadning taxminiy ko'rsatkichini baholash yaxshi, 5 ball. Marja 35% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha 15-7% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 14-8% tashkil etadi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda rentabellikni baholash yaxshi, 5 ball. Kichik toifadagi xodimlar soni bo'yicha kompaniyaning ulushi 28,387% tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuvi ulushining 27% ga oshishidir. Va bu fakt tashkilotning bozor bahosidagi nomutanosiblikni aks ettiradi. BlackRock Inc. to'g'ridan-to'g'ri kam baho berishga. Kompaniya xodimiga to'g'ri keladigan bozor kapitali miqdori $6,456 ming ga teng. Va kichik toifa uchun $8,206 ming. Kichik toifadagi o'rtacha va tashkilot ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 21,3% tashkil etadi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda bir xodimga to'g'ri keladigan kapital miqdorini baholash yaxshi, 5 ball. Bir xodimga to'g'ri keladigan foyda miqdori $301,8 ming tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich bilan $275,6 ming. Va kichik toifadagi o'rtacha va kompaniya ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 10% tashkil qiladi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda har bir xodimga to'g'ri keladigan foydani baholash yaxshi, 5 ball. Kompaniyaning har bir xodimga to'g'ri keladigan daromadi $989 ming tashkil etadi. Kichik turkumda $1,758 ming. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 78% tashkil qiladi. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan solishtirganda kompaniya xodimiga to'g'ri keladigan daromadni baholash bardoshli, 10 ball. Sotiladigan aksiyalar 1% ga to'g'ri keladi. Kichik toifadagi o'rtacha 2-6%. Bu qisqa siqish xavfining ko'rsatkichidir. Texnik ko'rsatkich esa 14 kompaniya uchun 43% darajasini ko'rsatadi. BlackRock Inc. Kichik toifa uchun esa bu daraja taxminan 41% tashkil qiladi. O'rtacha kichik toifadagi qimmatli qog'ozlar bilan bir xil baholanadi. BlackRock Inc. Kompaniya aksiyalarining haqiqiy bahosi taxminan $879 tashkil etadi. Kompaniyaning aksiyalari narxining konsensus bahosi taxminan $1036 tashkil qiladi. Haqiqiy baholash dinamikasi va konsensus prognozi taxminan 18% tashkil qiladi. Keling, siz uchun mavjud bo'lgan buyurtmalar jadvalini ko'rib chiqaylik. Havola mahkamlangan izohda. Buyurtmalar jadvali baholash axborot tizimi tomonidan ma'lum bir mavsumda qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish bepul va ochiq. Bog'langan izohda havola. Kompaniya tahlili natijasida BlackRock Inc. Axborot ma'lumot tizimi Guru Markets quyidagi qaror qabul qilinadi. Bitimni ochmang, chunki bu video umumiy ko'rinishdir. Ushbu videoni tomosha qilganingiz va axborot tizimidan foydalanganingiz uchun tomoshabinlarga katta rahmat. Guru Markets. Siz haqiqatan ham dunyodagi eng zo'r tomoshabinsiz.